Neçə qədər sonra? Santimlik aldım. Santimlik. Avion her gün var mı? Var. Bunlar da qo'shimcha vaziyatni beraylik. Qo'shimcha hozir instrument olsam yaxshi bo'lardi. Instrumentlarni qo'shini. Necha pul ketadi? 50 millioncha yeri, uning ichida ishimizda o'zingiz klient bilan gaplashib, o'zingiz qo'shiqlarga shu arendondan jamiki kerak bo'lgan narsalarni o'zimiz qo'yganamiz. Oxirida sotuvlar ishimga obro't ketib kerak bo'ladi. O'rgandingizmi? Pasportlarni oling. Bugungi o'zida haqiqatan imzolagan hujjatlar